Okey, sizlarga Mirobod tumanidan shunaqa fayzli uchastka topib Mirobod tumani Fayzobod Gaybon, Fayzobod Gayni yonginasidan taxminan 200 metr o'tganda fayzli tinch mahallada joylashgan mahalladagi uylarni ko'ryapsizlarmi? Vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Kiraverish darvozaxona shunaqa naves ostida joylashgan bo'ladi. Keng katta hovlisi, umumiy 375 sotik yer maydoniga ega bo'lgan tayyor patkoch. Faqat etagidagi binoni fasad ishlari qolgan. Okeylar shunaqa fayzli uchastka ekan, o'zi ham naqd 6 ta xonasi joylashgan bo'lsa, ba'zilari zal ko'rinishda, ba'zilari yotoqxona ko'rinishda joylashgan remontlarni ko'ryapsizlarmi? Svejiy holatda ba'zi mebel jihozlari shundoqqina qoldirib ketilyapti. Tayyor uchastka. Xohlasanglar ikkita oila mazza qilib yashayman desanglar ham bo'ladi. Hovlisini ko'ryapsizlarmi? Fayzliligini shunaqa naves ostida joylashgan bo'lyapti. Bu yoqda zeleniy zonani ko'rishimiz mumkin. Uchastkamizga etagidagi binoni ko'radigan bo'lsak, bu yoqni o'zida ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Kuxnya ham полностью komplekt holatda, mebel, texnika jihozlar bilan. Kuxnyadagi mebel jihozlar ham shundoqqina qoldirib ketiladi. Va bu yoqda kiraverish prixoshkani tegi полностью podval va tepada mansarda qismini ham ko'rishimiz mumkin. Okeylar, endi sizlar bilan bitta letniy kuxnyaga o'zingizlar baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Ko'rasizlarmi? полностью sharoitlarni yaratib qo'yishdi. Okeylar, vahshiy gap bo'lishi mumkin emas. Mirobod tumani Fayzobod Gayni yonginasida joylashgan bo'lyapti. Taxminan 200-300 metr masofada. $185 ming srojniga. Pastdagilar nomeri ulgurib qolinglar.